Assalomu alaykum. Tarix yo'nalishi talabalari, hurmatli tarix ixlosmandlari. O'zbekiston tarixi fanining ikkinchi qismi bo'lgan bahorgi semestrdagi bu ma'ruzalarimizning ikkinchi mavzusini boshlaymiz. Ikkinchi ma'ruzamiz Somoniylar davlatining tashkil topishi va rivojlanishi deb nomlanadi. Hurmatli talabalar, Somoniylar davlati hududiga o'z davrida mavjud bo'lganligi davrida 9-10 asrlarda hozirgi kundagi quyidagi davlatlar kirgan. Bu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistonning bir qismi, Tojikiston, Afg'oniston va Eronning bir qismlari va Turkmaniston davlatlari. Bu mana shu Somoniylar davlati Turoni zamindagi birinchi markazlashgan davlat hisoblanadi. Oldingi darslarda sizlar bilan o'tdik buni. Arab fathlarining eng katta bu natijasi shu bo'ldiki, Markaziy Osiyoda Turon zaminda markazlashgan davlat tashkil topdi. Bu Somoniylar davlati edi. To'g'ri, undan oldin ham davlatlar bo'lgan, Kushon imperiyasi bo'lgan, Heftalilar davlati bo'lgan, lekin markazlashgan, bir tizimga solingan davlatchilik o'sha nuqtai nazar bilan qaraganda davlat apparatining kuchliligi, markazlashuv jihatidan bu Turon zamindagi ilk davlat bu Somoniylar davlati hisoblanadi, ya'ni markazlashgan davlat. Somoniylar davlati shajarasidan boshlaydigan bo'lsak, Somoniylar shajarasining eng yuqorisida Somonxudod turadi. Somonxudod esa bu Bahrom Chubinning avlodi hisoblanadi. Bahrom Chubin 6-asrda Eronda Sosoniylar shohi Xurmuz IVga xizmat qilgan harbiy qo'mondon hisoblanadi. Bahrom Chubin avval Armaniston va Ozarbayjon, keyin esa Ray va Xurosonni marzaboni bo'lgan. Ya'ni chegara hududlarning hukmdorlarini Sosoniy forslari marzabon deyishgan. Endi Bahrom Chubin bilan Bahrom Go'rni adashtirmaslik kerak. Ular alohida shaxslar. Bahrom Chubin 588-yilda Heftalilar va turklar ustidan g'alaba qozongach, Sosoniy shohi Xurmuz IV uni Balx va Xuroson yerlariga hokim qilib tayinlaydi. O'sha Somonxudod, ya'ni Somoniylarning eng buyuk katta bobosi Somonxudod Bahrom Chubinning turk xokoni bo'lmish Eltiginning qizi bilan nikohidan dunyoga kelgan deb ishoniladi. Nafshafiyning Buxoro tarixiga agar murojaat qiladigan bo'lsak, Somonxudoddan keyin Asad hukmronlik qilgan Movaroun Nahrning markaziy hududlarida. Asaddan keyin Nuh ibn Asad, uning o'g'li 842-yilgacha, undan so'ng Ahmad ibn Asad Samarqandda 865-yilgacha, undan so'ng esa Ahmadning o'g'li Nasr, qarang, Nuhning emas, Ahmadning o'g'li Nasr hukmronlik qilgan 865-892-yillarda. Mana shu Nasr ibn Ahmad Somoniylar sulolasida birinchi bo'lib o'z nomidan kumush tangalar zarb qildirishdan boshlaydi va Ismoil ibn Ahmad, mashhur Somoniylarning mashhur hukmdori, eng yirik, eng buyuk hukmdori Ismoil Somoniy 892-yildan to 907-yilgacha Somoniylar davlatini boshqargan. Shu yerda qaranglar, bu yerdagi nimaga, raqamlarga. Nasr ibn Ahmadning hukmronligining tugashi 892-yil deb belgilanishining sababi, to'g'ri, Nasr va uning ukasi Ismoil Somoniy o'rtasida 888-yilda katta jang bo'lib o'tadi va bu jangda Ismoil Somoniyning qo'li baland keladi, akasini ustidan g'olib chiqadi. Lekin Ismoil Somoniy akasiga o'sha buyuk ehtirom, hurmati tufayli davlatni rasman Nasr ibn Ahmad idora qiladi. Amalda Ismoil Somoniy 888, lekin bu rasman hujjatlarga ko'ra Ismoil Somoniy 892-yildan boshlab Movaroun Nahrning amiri sifatida davlatni boshqaradi. Shu yili amiri deb e'lon qilinadi xalifa, Abbosiylar xalifasi Mutaziz tomonidan. Xo'p,
Somonxudodga to'xtaladigan bo'lsak, Somonxudod Somon degan bir qishloqning asoschisi bo'lganligi uchun ham unga mana shu nom berilgan. Somonxudod. Xudod degani o'sha Xudod, podshoh, hukmdor degani. Somon so'zi har xil tillarda har xil tarjimaga ega, ma'noga ega. Pahlaviy tilida chegara ma'nosini bildirsa, fors tilida tartib, boylik degani. Ibn Nadim degan tarixchining fikriga ko'ra, buddaviylik diniga e'tiqod qiluvchilarni o'sha davrda as-Samaniya deb atashgan. Hind mifologiyasida esa Samana so'zi hukmdor, Yima xudosining ismi sifatida ishlatilgan. Buddaviylikda esa Saman so'zi ikkinchi bosqichdagi ruhoniy daraja sohiblariga nisbatan ishlatilgan. Bu va boshqa ma'lumotlar, shunga o'xshash ma'lumotlar, Somoniylar va o'sha Somonxudod islom diniga kirishdan oldin buddaviylik diniga e'tiqod qilganligini bildiradi. Buni Ismoil Somoniyning maqbarasidagi tasvirlarda ham ko'rishimiz mumkin. Buddaviylikka ishora qiluvchi belgilar mavjud Ismoil Somoniy maqbarasida. Bu bir-birining ichidagi kvadrat shakllar va ularning o'rtasidagi doira shaklidagi kompozitsiya buddaviylikning belgilaridan biri, mana ramzlardan birining kattalashtirilgan shakli. Xo'p. Shunday, ya'ni islom dinidan oldin shu buddaviylikka e'tiqod qilgan bo'lishi mumkin, chunki mana Somoniylarning kelib chiqishi yoki Balx viloyatidan yoki Samarqanddan deyilyapti. Ko'p manbalarda Balx deyiladi. Bu Balx Toxoristonning poytaxti bo'lgan. Toxoriston esa Hindistonga yaqin, o'sha nima deydi, buddaviylik dinini o'chog'iga yaqin hududlar. Xo'p. Somoniylar sulolasining bobo kaloni Somonxudod siyosiy maydonda 8-asrning birinchi choragida paydo bo'lgan. U Balx shahridan Marifga Xuroson amiri Asad ibn Abdullohning oldiga keladi va undan o'zining Balxdagi dushmanlariga qarshi kurashda yordam so'raydi. Asad esa yordam beradi, ya'ni Xuroson noibi. Keyinroq demak, Asad bilan Somonxudodning oralari yaqinlashgach, ular do'stga aylanishgach, Somonxudod Asadning qo'lida islomga kiradi. Keyinchalik uning sharafiga Somonxudod o'z o'g'liga Asad ismini beradi. O'sha Somonxudodning o'g'li Asad, demak, Somoniylar sulolasidan keyingi vakil sifatida bu Movaroun Nahrdagi o'sha markaz Samarqand, unga yaqin hududlarni idora qiladi. Keyinchalik Asad xalifa Ma'munning Marifdagi saroyida ham xizmat qilgan. Somonxudodning nabiralari, bular ya'ni Asadning o'g'illari Nuh, Ahmad, Yaxyo, Ilyoslar Turoni zaminda ro'y bergan Rafi ibn Lays isyonini bostirishda faol qatnashadilar. Bu xizmatlari uchun Bag'dod xalifasi, ya'ni Bosiylar xalifasi Ma'mun ularni turli shaharlariga hokim qilib tayinlaydi. Nuhga Samarqand, Ahmadga Farg'ona, Yaxyoga Shosh va Usturshona, Ilyosga Hirotni hadya etadi. Keyingi hukmdor Ahmad ibn Asad ibn Somonxudod 842-865. Ahmad ibn Asad, demak, Asadning o'g'li, u 820-yilda Xuroson amiri tomonidan Farg'onaga amir qilib tayinlangan. Tohiriylar hukmronligi davrida ham, ya'ni undan keyin ham Movaroun Nahrda Somonxudodning nabiralari hukmronligi saqlanib qolingan. 9-asr boshlarida Farg'ona, Shosh, Isfujob, O'tror atrofidagi yerlar Qarluqlarga qarashli bo'lgan. Bu ma'lumotlarni keltirishdan maqsad Somoniylarning chegara hududlarida qaysi xalqlar yashaganligi haqida tasavvur uyg'onishi uchun. Keyingi Somoniylarning harakatlari, ularning nima deydi, harbiy yurishlar aynan mana shu Qarluqlarga nisbatan qaratilgan edi. Masalan, 840-yilda Nuh ibn Asad, Asadning keyingi o'g'li, Isfujobni, ya'ni Sayramni ishg'ol qiladi va shaharni o'rab turuvchi mustahkam devor qurdiradi, Qarluqlardan himoya qilish uchun. Shu davrdan boshlab Somoniylarning g'azot yurishlari keng ko'lam olishni boshlaydi. Aynan Somoniylarning ta'siri ostida Movaroun Nahrning shimoli va sharqida yashovchi ko'chmanchi turkiy xalqlar orasida islom madaniyati keng quloch yozadi. Keyingi Somoniy hukmdori Nasr ibn Ahmad 865-yildan to 892-yilgacha rasman hukmronlik qilgan, amalda 888-yilgacha.
Nasr ibn Ahmad g'ayridinlarga qarshi g'azot yurishlarini olib borganligi bilan mashhur. U 860-yilda Shovg'ar degan hududga, bu Mavra va Nahrning shimoli sharqida 300 ming askar bilan yurish qiladi va uni egallaydi. Va u yerda mana demak Somoniylarning ta'siri ostida islom dini yoyilishni boshlaydi. Va islom dini yoyilgan turkiy xalqlar orasida musulmonlar safi kengaygandan kengaya borib, o'sha bir paytlar musulmon bo'lmagan turkiylar va qarluqlar, uyg'urlar keyinchalik islom diniga o'tkazib buyuk bir davlatga, Qoraxoniylar davlatiga asos soladi. Demak, Qoraxoniylar davlatining shakllanishida, ularning madaniyatining rivojlanishida Somoniylarning roli juda katta ekan. Xo'p, Nasr 10 yil davomida Samarqand va Farg'ona hokimi bo'lib turdi. 875-yilda xalifa Mutamid uni Mavra va Nahrning valisi etib tayinlaydi. 888-yilda Nasr Samarqandda butun Mavra va Nahrning hukmdori sifatida kumush tangalar zarb etishni boshladi. Aynan shu sanada ham mashhur jang bo'lib o'tdi va bu jangda Nasr o'z ukasi Ismoil ibn Ahmadga mag'lub keladi. Endi mana shu jang haqida qisqacha to'xtalib o'tsam, jang tafsilotlari Nashahiyning Buxoro tarixi asarida atroflicha bayon qilingan. Bunga ko'ra, Nasr Samarqandda hokim bo'lib turar ekan, Buxoroda katta qo'zg'olonlar bo'ladi va Buxoroni talashlar ham bo'ladi tashqari tarafdan. Bunda mana Husayn ibn Tohir minglab xorazmlik jangchilar bilan kelib Buxoroni 3 kun talaydi va Buxoro xalqiga 3-kuni omonlik bergandan keyin ham va'dasiga vafo qilmasdan bu Xuroson amiri, Tohiriylardan bo'lgan amir Buxoroni yana talashda, xalqni qatlom qilishda davom etadi va buxoroliklar bundan to'yib ketgandan so'ng Samarqanddagi Somoniyga, Nasrga murojaat qilishadi. Bizga bir vakilingni yubor, Buxoroda bir tinchlik, tartibni o'rnatib bersin degan ma'noda va bundan so'ng Nasr o'zini ukasi Ismoilni Buxoroga hokim qilib jo'natadi. Dastavval Ismoil Buxoroliklar bilan kelishib, bu yerda siyosat olib borishga qiynaladi. Chunki g'ala-g'ovurlar, bir tarafdan isyonlar, yana bir tarafdan tashqaridan talashlar ko'p, alg'ov-dalg'ovli zamonlar bo'lgan. Keyin Ismoil Somoniy Buxoroni tark etish fikri ham paydo bo'lib boshlaydi, lekin o'sha Buxorodagi faqihlardan biri, ya'ni olimlardan biri, o'zlarining yuristlaridan biri Ismoil Somoniy oldiga kelib, uni bu fikridan qaytarib Buxoroda olib qoladi va butun bir xalqning oldida Ismoil Somoniyni haqiqatda hukmdorlikka loyiq ekanligini, unga bo'ysunib yashash kerakligini xalqqa uqtirganidan so'ng Ismoil Somoniy Buxoroda qoladi. Endi vaqt o'tadi. Bu davlatchilik an'anasiga, tartibotiga ko'ra Ismoil ibn Ahmad har yili Samarqandga Buxoroni xirojini yuborib turishi kerak edi, o'sha soliqini o'zining akasiga. Lekin bu Ismoil ibn Ahmadning Amir ibn Lays bilan Saffariylar davlati hukmdorlari bilan bo'lgan harbiy mujodalalar ko'payib ketgandan so'ng, harbiy yurishlarga sarf xarajatlar oshib ketganligi uchun xazina bo'shab qoladi va akasi Nasrga Samarqandga bir necha yil davomida xirojni yubora olmay qoladi. Ataydan emas, majburlikdan, o'sha sharoit shuni taqozo qilgan, ya'ni yubora olmagan, pul mablag' bo'lmagan. Mablag'ni katta qismi jangu jadallarga ketgan. Keyin oraga nizo tushib, orada o'sha nima deydi, har xil infoq soladiganlar bo'lgan aka-ukaning o'rtasiga. O'shalarning ishi bilan bu aka-uka o'rtasida katta jang bo'lib o'tadi va Ismoil Somoniy bu jangda g'olib bo'lgandan keyin ham akasiga hurmat yuzasidan uni taxtda saqlab qoladi. Hattoki jangning oxirida Nashrafiy yozadi, eng qiziq tarafi, jang bo'ldi, Ismoilning qo'li baland keldi. Jangning oxirida Ismoil Somoniy kelib akasidan uzr so'raydi, kechirim so'raydi va hurmat, ehtirom bilan Samarqandga kuzatib qo'yadi. Mana shunday. Somoniylar davlatiga bag'ishlangan birinchi darsimiz shu yerda
tugallanadi. Ikkinchi va keyingi darslarimizda Somoniylar davlati haqida yana batafsil gaplashamiz.